Bir kuni ayol o'qituvchi qiz o'quvchilarini avtobus bilan tarixiy asar atiqalarni ziyorat qildirish uchun elib chiqdi. Aradan bir qiz ulardan uzoqroq bir yer ketib qoldi. Qaytish vaqti yaqinlashib qolgan bo'lsa-mu, qiz texicha kelmayotdi. Qizlar hammasi avtobusga chiqdi. Qiz kelyotdi. Avtobus qo'zg'aldi. Avtobusning ovozini anglagan qiz qo'lidagi hamma narsalarni tashlab, avtobusning keyindan vaqirab qo'g'lashga boshladi. Biroq hech kim uningga diqqat qilmadi. Avtobus uzoqlashdi. U qo'rqishga boshladi. Kech kirib atrofni qorong'ulik bosdi. Tintas o'rmonlikda bo'rilar hovlashga boshladi. Qiz texmi qo'rqmoqda edi. Tuyuqsiz yiroqdan g'uvo yanayotgan bir chiroq nurini ko'rdi. Qiz xushallikdan u tarafga yugurdi. Aslida bu kapida kambag'al bir yigit yashaydi ekan. Yigit, "Bo'ladi, siz bugun bu kapida qo'nib qoling. Tong yurganda men sizni hamrohlaringizning yoniga olib qo'yay. Siz karvatda uxlang, men yerda yatay", dedi. Qiz nihoyat boy oilaning qizi bo'lib, to'liq chiroyli edi. Nurg'un yigitlar uning go'zal axloqi va alohidliklari tufaylidan uning bilan to'y qilishni orzu qiladi. Qiz amalsiz qunib qolmoqchi bo'ldi. Qiz yigitning kechida necha qatam o'rnidan turib, bir kitobni o'qib, ondan qo'lini shamga yoqqanligini ko'rdi. Qiz bu yigitni jin o'xshaydi deb o'ylab, butun kecha qo'rqib uxlay olmadi. Ertasi atdigan yigit qizni avtobus bayaga olib qo'ydi. Qiz uyga qaytib borgandan keyin bo'lgan ishlarni dadasiga so'zlab berdi. Dada yigitning nima uchun qo'lini shamga yoqqanligini bilib beqishga qiziqib, yigitning yoniga keldi. Yigitning raq bilan o'rib olgan qo'lini ko'rgan dada hayronlik bilan so'radi. "Barmoqingizga nima bo'ldi?" Yigit javoban mundoq dedi. "Tunigun kech bir qiz yo'ldan ezib qilib yenimga keldi. U bu kapamda qo'nib qoldi. Qiz nihoyat go'zal bo'lib, shayton meni qutritishga boshladi. Men o'rnimdan turib necha qatim Qur'on o'qidim. Shayton yanala meni ozdirishdan voz kechmadi. Shuning bilan jahannamning azobini eslash uchun qo'limni shamga yoqdim. Shunda qilib shaytonning ustidan g'alaba qildim. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin." Buni anglagan qizning dadasi yigitning taqvodorligidan ta'sirlandi va uningga "Yuring, bizning uyga boraylik", dedi. Yigit hashamatlik bir uyga keldi. U ko'ziga ishnalmayotdi. Oldida tunigun kecha ko'rgan malika sifat qiz nihoyat adab bilan turadi. "Bu qizni tunimsiz?" dedi dada yigitga qarab. "Ha, bu tunigun kecha kapamda qo'nib qolgan hiliq qiz ekan", dedi yigit. Dada yigitga qarab qizni ko'rsatib turib, "Bu mening qizim bo'ladi. Bugundan boshlab bu qiz sizning ayolingiz bo'lsin", dedi mamnuniyat bilan. Haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mundoq degan: "Bir harom ishni Alloh rizoligi uchun tashlasang, Alloh sana uning o'rniga uningdan yaxshiroqini beradi", degan. Qizning dadasidan bu gapni anglagan yigit darhol shukr sajdasi qildi. U harom ishdan o'zini tutib olganlik uchun Alloh uningga halolni nisib qilgan edi. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Er ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda obdan yashtimiz. Ularga albatta qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz." Sura Nahl 97-oyat.